Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men sizlarga Navoiy ijodidan ayrim ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. Mana 600 yilga yaqin vaqt o'tyaptiki, Alisher Navoiy xalqimiz faxri, tilimizning bayroqdori, she'riyat mulkining sultoni bo'lib kelmoqda. Alisher Navoiy butun ijodi davomida so'zda Navoiy ne desang chin degil degan shiordan chetga chiqmay ijod qilgan. Navoiy umri davomida ijoddan tashqari yurtni obod va farovon turmush haqida ham faoliyat ko'rsatib yashadi. Tarixiy manbalarda Navoiy yashagan davrda juda ko'p fozil va komil insonlar yetishib chiqqanligi ham ma'lum. Ular shoirning g'amxo'rligi va e'tiborida bo'lganlar. Quyida men sizlarga axborot kutubxona markazimizda mavjud Alisher Navoiyning bizga qoldirgan boy merosidan Mahbub ul Qulub asari haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Alisher Navoiyning Mahbub ul Qulub asari shoir hayotining oxirgi yillarida yozilgan. Asar o'zaro bog'liq 3 qismdan iborat bo'lib, birinchi qism 40 faslni o'z ichiga oladi. Bunda shoir o'zi yashagan davrdagi bir necha tabaqa vakillarining hayoti, axloqi va vazifalari haqida suhbat yuritadi. Ikkinchi qism 10 bobdan tashkil topgan bo'lib, yaxshi fe'l-atvorlar va yomon xislatlar haqidagi tafsilotlar berilgan. Uchinchi qismga masal va hikmatli so'zlar kiritilgan. Mahbub ul Qulub Navoiy asarlari tilini o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Bu asar Sharq adabiyoti tarixida nodir asarlardan biri bo'lib hisoblanadi. Barchangizga ushbu asarni o'qishni tavsiya qilaman.